Alloh biladi, o'zingiz bilasiz, men aniq bilaman. То, что halol. Rahmat. Turkiyadagi расценкаlar chaqmi? Я удивлена, что даже вот этот персонал, который санитаркалар ham bor-ku, shuncha odam siz mana shu yerdagi muhitni o'zi odamda olib qo'yar ekan. Это ваш первый секрет. Men Allohdan mana shu yerda duo qildim namozdan keyin. Ibn Sinoni yo'lini bersin Allohim. Ishonaman men betim bilan, inshaalloh shulardan beri Allohning nazari tushyapti yurtimizga. Dunyo tanigan olimlardan bo'ling. Rahmat. Второе. Можно ли готовить, приближаться к газу? Просто aqlinglar ko'pda o'shani уточнить qilmoqchi edim o'zim. Xo'p, gazli yonida uzog'i bilan bir 10-20 sekund davomida turishingiz mumkin gaz yonida. Lekin uzoq muddatli ovqat pishirish yoki uzoq muddatli o'choqqa, boshqa narsaga borish, osh pishirish bu narsa hozir mumkin emas. Gaz infrakrasniy nurga kiradi. Infrakrasniy nurlarning hammasi, ya'ni issiqlik, liboy issiqlik. Quyosh issiqligi, gaz issiqligi, qanaqadir batareyalar yoki har xil boshqa fizioterapevtik issiqliklar siz uchun kategoriysk mumkin emas. Tushunarli. Ikkinchisi, какова должна быть активность? Ходьба, зарядка или лучше больше отдыхать? Sredniy aktivnostda bo'lganingiz yaxshi. Ya'ni juda yotib ham qolish kerak emas, juda aktivni bo'lib qanaqadir fizически anaqa bilan shug'ullanish ham tavsiya qilinmaydi. Rahmat. Третье. Влияют ли горы, misol uchun, к восстановлению или это потом на следующих этапах? Восстановление uchun bizdagi hozirgi olgan dorilaringiz bu ximiya preparatlar. Ximiya preparatlar qanaqadir muhit o'zgarishi yoki qanaqadir biror bir iqlim o'zgarishlariga umuman ta'siri yo'q. Sizga eng ko'p yaxshi yordam beradigani ko'p suyuqlik. Bir kunda kamida 3 litr suyuqlik ichishingiz kerak. Suyuqlik deganda ichiga suv, choy, kompot, har qanday o'sha jidkislar kiradi. Промывать весь организм получается. Organizmda, ya'ni o'shani qancha ko'p suyuqlik qabul qilsangiz, shuncha ximiya yengil o'tadi. Понятно, я вас услышала. Что делать, если обезболивающие не помогают? Вдруг, на всякий случай, чтобы вас потом без утахмаслить? Og'riq o'zi odatda ximiyadan oldin og'riq bo'lmasa, ximiyadan keyin og'riq bo'lmaydi odatda. Ximiyadan keyingi ba'zida o'sha paklitaksielda oyoqda og'riqlar kuzatilishi mumkin. Bu mishli spazm hisobiga. Buning uchun og'riq qoldiruvchining ikki xil turi bor. Nesteroidlar, ya'ni protivvоспалительный nesteroidni обезболивающийlar deymiz. Ikkinchisi spazmolitiklar. Spazm bo'lgan joyga qancha og'riq qoldiruvchi qilsangiz foydasi yo'q. Bu yerda asosan spazmolitik yordam beradi. Ya'ni bizda noshpa spazmolitikga kiradi. Tushunarli? Da. Spazmni qo'yib yuboradigan noshpa. Odatda bizda og'riq bo'lsa faqat ketanal qiladi yoki kupen qiladi, boshqa qiladi. Spazmni qo'yib yubormaydi ular. Ular prosta og'riqni kamaytiradi. Bitta spazmolitikning o'zi sizni to'liq og'riqingiz qoldiradi. Rahmat. Beshinchi savol, можно ли уже сейчас забронировать 21 kun kelaman, to'g'rimi? Bir ko'ykalik palatani 3 kunga забронировать qilib ketsam bo'ladimi? Men hisobim bo'yicha 9-chislodga kelishim kerak, понедельник. Я правильно посчитал? Посмотрите, пожалуйста. Bizda programma shunaqa qilingan. Bizdagi programmamiz bir kishi o'sha kimiyani olib chiqqandan keyin avtomatik keyingi keladigan kuningizda bizda o'sha joylarni ertalabdan zaryad qilib ushlab turadi. Ya'ni bizda programma shunga mo'ljallab qo'yilgan o'zi. Siz keladigan kuningizga biz vipiskada kiritamiz, o'sha kuni avtomatik siz zabronir qilsangiz ham, qilmasangiz ham bizda bron bo'lib turadi bu narsa. Ya'ni siz oldindan qilishingiz shart emas. Siz shu his qilamiz. Tushunarli. O'sha 9-chislodga to'g'ri hisobladimmi? To'g'ri-da, o'sha chislo. И так, o'shani toksichniy probeli kuzatilish ehtimoli yuqori ekan, to'g'rimi? Toksichnost bo'ladi ikkinchi kimiyada deyishyapti. Yo'q, u kumulyatsioniy effekti bor ximiyalar bor. В моем случае нет. Yo'q, kumulyatsioniy ximiyalar, misol uchun mana siz olayotganlaringiz yo'q. Doxorubicin degan anaqalarimiz bor. Borgan sari yig'ilib kumulyatsioniy побочный effekt beradi. Biliamitsin deganlarimiz bor. Kumulyatsioniy побочный effekt beradi. Siz olayotganingizning bittasida yo'q bu narsa. Alhamdulillah. Дальше. Dieta, glutenlardan отказ qilyaptim sekin-sekin. Не надо? Bemalol bosuring. Dieta bilan onkologiyani biror bir yo stimulyatsiya yoki to'xtatib qolish degan narsa aniqlanmaydi. БАДы, имбирь, вот это пока не увлекаться. Tavsiya qilmaymiz batlarda, chunki ular tasdiqlanmagan meditsina bizning dorilarimiz bilan qanaqa отношенияsi bor, qanaqa bir-biri bilan mos keluvchanligi hali tekshiruvdan o'tkazilmagan. Shuning uchun lutshi eksperiment qilmagan ma'qulroq. Zuluk тоже самое. Zulukda olsangiz bo'ladi,
Agar o'sha ximiyadan 2 haftadan keyin, ya'ni 3-haftamiz jarayonida zulukni olsa bo'ladi. Zuluk. Aha, 3-haftada. 3-haftada olinsa bo'ladi. Birinchi va ikkinchi haftalikda odatda organizmda juda ham kuchli perestroyka ketadi, o'sha paytda tavsiya qilinmaydi. Это tavsiya или можно? Можно просто, tavsiya emas, можно. Тогда не стоит. Да. Так, кому обращаться, когда возникнут вопросы, чтобы вас не беспокоить? Bizda vizitka bor, vizitkada ikkita anaqamiz bor, men sizga beraman. Bu orqasida polniy данныйлар hammasi bor, ikkita telefon, ikkita telefonga ham qilsangiz bo'ladi yoki WhatsApp yoki Telegram. Rahmat. Так, стоит ли стричься, чтобы помочь организму, или это никак не имеет значения? Chochim uzun, qalin, средний. Soch tushish har bitta preparatni o'ziga bog'liq, ya'ni qilayotgan preparatlarni alohida va birgalikda qilinishdagi toksichniga bog'liq. Soch uzun yoki qisqaligi uni tushmasligini oldini olmaydi umuman. Ba'zi bir preparatlar tushirmaydi, ba'zilari tushiradi. Biz sizga shundoq ham soch tushishini oldini oluvchi podgotovkani qilganmiz. Ya'ni bizning klinikada standart qilinadi bu narsa. Soch tushishini oldini oluvchi podgotovka. Ya'ni 100% dan 5-7% odamlarda soch tushishi mumkin undan keyin. Ya'ni siz o'sha 5-7% ga kirasizmi yo'qmi oldindan plan qila olmaymiz. Buni birinchi kursdan keyin ko'rib olamiz. Oxirgi savol, 22 kun o'rnidan keyin uxlash qanchalik muhimligini bilaman. Melatonin gormoni va hokazolarda. Но если нет сна, лучше все равно лежать тiniqib или можно сидеть, Qur'on учить, сидеть писать. Ну, uyquni oldindan plan qilib bo'lmaydi. Odatda ko'pchilikda ximiyadan keyin uyqu buziladi. Eng yaxshi tavsiya uyquni o'sha buzilgan vaqtda uyqu chaqiruvchi dorilar qabul qiling. Ya'ni chunki uyqu biz uchun kerak. Eng yaxshisi o'sha melatonin tabletkasi. Melatonin tabletkasi 30 mg dan kechki payt qabul qilganingiz yaxshi. Melatonin tarkibli tabletkalar bor. Meloxin, Meloxicam, 30 mg. Melatonin, Meloxicam shunaqalar bor. 30 mg. У меня еще есть спрей, который под язык, он тоже, да, туда же? Unaqalarni bilmayman. Tushunarli. Все, bo'ldi, menda savol tugadi. Rahmat, Fotiqon, за уделенное время.